Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan falsafa fanidan ikkinchi mavzu, falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari, sharq falsafasi degan mavzuni o'tamiz. Bugungi mavzumizni quyidagi reja asosida o'rganamiz. Birinchi rejamiz qadimgi sharqda Misr, Bobil, Hindiston, Xitoy va Markaziy Osiyoda asotiriy tasavvurlar va falsafiy bilimlarning paydo bo'lishi. Ikkinchi rejamiz ilk o'rta asrlar sharq falsafasi va uyg'onish davri, sharq panteizmi va peripanteizmi. Uchinchisi rejamiz 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida Markaziy Osiyoda ilg'or falsafiy va ijtimoiy siyosiy fikrlar. Va nihoyat 4-rejamiz 20-20 asr o'zbek falsafasi haqida gaplashamiz. Demak, falsafaning tarixiy rivojlanishidagi quyidagi bosqichlarni qayd etish mumkin. Demak, birinchisi falsafiy bilimlar tarixini tahlil qilish. Xo'sh, zamonaviy tahlil qilish, zamon va makon kategoriyalarini mutlaq nazardan amalga oshirmog'i lozim. Tarixiy falsafiy jarayonlarni ana shu mutlaq nazariyadan o'rganar ekanmiz, uning turli davrlarini, bosqichlarini hamda hududiy yo'nalishlarini, mahalliy yoki milliy ko'rinishlarni farqlash imkonini beradi. Qadimgi antik davr falsafasi, demak, ikkinchisi o'rta asrlar falsafasi, uyg'onish davri falsafasi, yangi davr falsafasi, eng yangi davr falsafasi. Ya'ni 20-21 asr falsafasiga bo'linadi. Demak, falsafiy bilimlar tarixida hududiy yo'nalishlar bor. Demak, birinchisi bu sharq falsafasi, ikkinchisi esa g'arb falsafasi. Falsafaning mahalliy ilmiy ko'rinishlari. Demak, sharq falsafasida asosan ajralib turadi Hind falsafasi, Xitoy falsafasi, g'arbda ingliz falsafasi, Yunon falsafasi, Rim falsafasi, fransuz falsafasi, nemis falsafasi. Sharqda yana arab falsafasi hamda Markaziy Osiyo falsafalari bir-biridan demak ajralib turadi. Falsafaning demak tarix va falsafa mantiqiy ravishda bir-birini taqozo etadigan, kerak bo'lsa to'ldiradigan taraqqiyot jarayonlari haqida yaxlit tasavvur beradigan fanlar. Albatta, falsafa zamon va makon bilan bog'liq murakkab fan ekanini tushunamiz. Shu bois haqiqatni topish uchun qarama-qarshi fikrlarni o'rtaga tashlaylik, muhokama qilaylik. Talabalar ziyoli yoshlarimizning o'z kelajagi xulosasini chiqarib olsin deb aytgan edi birinchi prezidentimiz Islom Karimov. O'zining milliy istiqlol mafkurasi xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir degan ma'ruzasida hamda Fidokor gazetasining muxbiri savollariga bergan javoblarida shunday deb aytgan edi. Demak, har bir davr falsafasi o'ziga tegishli jihatlarga ega. Misol uchun, turli tarixiy davrlarda falsafiy dunyoqarashning mohiyati, fundamental masalalari, tushunchalari va prinsiplari saqlanib qolgan holda, falsafiy fikr rivojidagi vorisiylik mavjud bo'lgan holda, ijtimoiy taraqqiyot bilan bog'liq ravishda falsafaning predmeti, vazifalari, hal etadigan muammolari o'zgarib borgan va turlicha talqin qilingan. Antik falsafada kosmotsentrизм, o'rta asrlar falsafasida teotsentrizm, g'arb uyg'onish davri falsafasida antroposentrizm, yangi davr falsafasida ko'proq esa metodologizm xosdir. Xo'sh, demak, falsafiy bilim ko'rtaklari eng dastlab qulchilik munosabatlari shakllangan va qadimgi sivilizatsiyaning ilk markazlari bo'lgan sharq mamlakatlarida, Vaviloniya, ya'ni Bobilda, Misrda, Hindistonda, Xitoy va qadimgi Turon zaminida, so'ngra esa g'arbda, qadimgi Yunoniston va Rimda vujudga keldi va yuksak yutuqlarga erishdi. Sharq qadimiy madaniyat o'chog'i va jahon sivilizatsiyasining beshigi deya bejiz aytilmagan. Birinchi falsafiy bilimlar ham sharqda demak paydo bo'lgan ekan. Eramizdan avvalgi 4000 yillikning demak oxiri 3000 yillikning boshlarida qadimgi Misr va Bobil hududlarida dastlabki diniy falsafiy fikrlar, olam haqidagi fanlar, ya'ni astronomiya, kosmologiya, matematika, mifologiyaga oid qarashlar bir muncha rivoj topgan. Tabiiy ilmiy diniy falsafiy fikrlarning yuzaga kelishi ikki yo'nalishda borgan. Demak, birinchi yo'nalish olam haqidagi tasavvurlarning astronomiya, kosmologiya, demak riyoziyot fanlari rivoji bilan bog'liq ekan.
ikkinchi yo'nalish esa bu tasavvurlarning mifologiya bilan bog'liq bo'lganini ko'rsatadi. Xo'sh, Misr mifologiyasi. Misr mifologiyasida suv olamning ibtidosi va hamma narsa suvdan mavjud deya Nil daryosini ilohiylashtirganlar. Yahudiylarning milliy mafkurasi iudaviylik. Eramizdan avvalgi 2000-yillar boshida Falastinda vujudga kelgan. Savobli ishlarni qilganlar u dunyoda rag'batlantirilishi, gunohkorlar jazosiz qolmasligi, qiyomat kunida barcha birdek turishi, jannat va do'zaxning mavjudligi. Zabur va Tavrot kabi muqaddas kitoblar olamni yaratuvchi Yahvi xudosiga e'tiqod qilish uning asosiy tamoyillaridir. Bu dinda Muso alayhissalom payg'ambar qilib hisoblangan. Demak, qadimgi Hind falsafasi, qadimgi Sharq falsafasida eng asosiy o'rinlarni egallaydi. Qadimgi Hind falsafasida qadimgi hindlar tomonidan yaratilgan Vedalar ayniqsa katta ahamiyatga egadir. Hind falsafasi asosi uni Upanishadalar nomi bilan mashhur bo'lgan manbalarda ham o'z aksini topgan. Upanishadalar sirli bilim degan ma'noni anglatib, Vedalarning falsafiy qismini tashkil etadi. Upanishadalar yaxlit kitob yoki falsafiy risola bo'lmay, balki turli vaqtda, turli mavzuda ijod etgan noma'lum mualliflarning matnlaridan iboratdir. Ularning mazmunini va uslubini har xil turlicha falsafiy qarashlar mashhurdir. Qadimgi Hind falsafiy maktablari ikki guruhga bo'linadi. Hindistonlik faylasuflar va bu guruhlarni Astika va Nastika deb ataydi. Vedanta, Sankhya, Yoga, Vaishnika, Niyaya va Nimansa Astika guruhiga mansub. Ushbu maktablarning tarafdorlari Vedaning muqaddasligini tan olib, birdan bir haqiqat undangina ifodalangan deyishadi. Charvaka, Lakayata, Buddizm va Jainizm Nastika guruhiga kiradi. Bular esa Vedalarning muqaddasligini tan olmaydilar. Xo'sh, qadimgi Xitoy falsafasi ham Sharq falsafasida juda katta ahamiyat kasb etadi. Bunday ruhdagi falsafiy g'oyalar ayniqsa qadimgi Xitoy donishmandi Konfutsiy ijodida yaqqol aks etgan. Qadimgi Xitoyning yana bir faylasufi Lao Tzudir. Uning ta'limotiga ko'ra olam, jamiyat va inson hayot da'vo qonunlariga bo'ysunmog'i lozim. Agar Konfutsiy jamiyatda qattiq tartib intizomlarining tarafdori bo'lganligi bilan ajralib tursa, da'vo qonuni tabiatning yashash qonunidir. Undagi rang-baranglik, kurash va uyg'unligi abadiylikning e'tirof etilishidir. Bunga ko'ra olamning asosini tashkil etuvchi si, ya'ni 5 ta unsur: olov, suv, havo, yer va yog'och yoki metall olamdagi barcha jismlar asosini tashkil etadi hamda ularning yuzaga kelishini ta'minlaydi. Lao Tzuning ta'kidlashicha, olamda hech bir narsa doimiy va o'zgarmas, harakatsiz holda bo'lishi mumkin emas degan fikrni ilgari suradi. Markaziy Osiyo falsafasida ayniqsa miloddan avvalgi 10-asrdan milodiy demak 7-asrgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Xo'sh, bunda ayniqsa katta ahamiyatga ega bo'lgan Avestoda, shuningdek tabiat falsafasi, tarix, etika, tibbiyotga oid ma'lumotlar ham berilgan. Zardushtiylik dinning muqaddas kitobi bo'lgan. Bundan tashqari Avesto olamning azaliy qarama-qarshi kuchlari, yaxshilik va yomonlik, yorug'lik va zulmat, issiqlik va sovuqlik, hayot va o'lim borasidagi qarashlarni o'z ifodasini topgan. Demak, Zardushtiylik dinining asoschisi Zardush, uning muqaddas kitobi esa Avesto hisoblanadi. Demak, Zardushtiylik dinida asosan ezgu so'z, ezgu fikr, ezgu amal degan ezguliklar ilgari suriladi. Va shu bilan birgalikda Avestoda, Zardushtiylik dinida va uning muqaddas kitobi Avestoda suv, havo, olov, demak to'proq muqaddas deb hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, demak Markaziy Osiyo falsafasida o'sha Avesto qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini ajdodlarimiz o'sha davrlarda yo'q, bundan 3000 yil ilgari hattoki o'sha to'proqni, olovni, suvni, havoni muqaddaslashtirib, ekologiyani toza saqlash masalalariga ham katta e'tibor berganligi asosiy ko'rinib turibdi. Shu bilan birgalikda Markaziy Osiyo falsafasida demak buddaviylik hamda moniylik dinlari ham katta ahamiyat kasb etadi. Demak, shu bilan birgalikda
demak, Arabiston yarim orolida islom dinining paydo bo'lishi va uning yaqin hamda O'rta Sharq mamlakatlarida tarqatilishi jarayonida arab xalifaligi rivojlangan madaniyat vujudga keladi va sharqshunoslikda O'rta asr arab madaniyati deb nom oldi. Aslida bu madaniyatning shakllantirish va rivojlantirishda arablar bilan bir qatorda xalifalik tarkibiga kirgan boshqa xalqlar, xususan O'rta Osiyo va Eron xalqlari ham katta hissa qo'shganlar. Shuning uchun bu madaniyatni arab tilidagi madaniyat yoki sharq xalqlari madaniyati deb nomlash ma'quldir. Hurmatli talabalar, shunday qilib sharq falsafada nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa sharq falsafasida Hindiston, Xitoy falsafasi hamda O'rta Osiyo falsafasi, arab falsafasi va O'rta Osiyo falsafasi ayniqsa katta ahamiyat kasb etadi. O'rta Osiyoda Farabiy, Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Alisher Navoiy kabi buyuk ajdodlarimiz yaratgan bilimlar O'rta asr sharq falsafasining rivojlanishiga nihoyatda katta hissa qo'shganlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.